Assalamu alaykum, men Güliz. Hammalarga ma'lum, dunyoda 7000 dak tillar bor. İnsanlarning miyasi ajoyib esal. Bugun men ana tilimiz va ingliz tilini oddiy beygiga tushirdim. Qaysi yangi chiqdi? Ko'rib boqaylik-a. Harflar jihati. Uyg'ur tilimizda 32 harf bor. Ingliz tilida 26 harf bor. Harflarning to'liq mukammal bo'lish aloyligi bilan biz dunyodagi boshqa ko'pincha tillarni qiynalmay talaffuz qila olamiz. Ammo ingliz tili unda qilolmaydi. Boshqa tillarni talaffuz qilishda ingliz tilini qo'llanadigan kishilar bak qilindi. Shu bu jihatda ana tilimizga bir nima qo'shildi. Talaffuz jihati. Uyg'ur tilimizdagi 32 harflar o'z talaffuzlari bilan o'qiladi. Ammo ingliz tilida harflarning o'qilishi boshqa, talaffuzi boshqa. Şoň ana tilimizning 32 harflari ko'pdak bilingini bilan amaliyotda ingliz tili o'rganganda siz 26 harf, ammo 52 dan ortiq talaffuz o'rgansiz. Şoň bu jihatga qaymaqib ketishlar, asli qoldirishning tas bo'lishi qatorliqlar vaqt isrofchiligini keltirib chiqardi. Şoň bu jihatda ana tilimizga yana bir nima qo'shildi. Grammatika qoidasi jihatda. Her ikki tilning adabiy tili, eg'iz tili shundaqla yerlik shevlarda talaffuz farqlari bor. Ammo ana tilimiz yanada talaffuz aloyligi bilan harflar o'z talaffuzi bo'yicha o'qiladi. Hargizmu adabiy, eg'iz va yoki sheva farqi sababli o'zgarib qolmaydi. Ammo ingliz tili o'zining qoidasiga o'zi rioya qilmay, nurg'unlagan qoidasidan mustasno o'qilishlari bo'ladi. Buning qarta hatto ularning o'zimi iqror. Şoň bu jihatda ana tilimizga yana bir numar qo'shildi. Adabiy xosligi jihatda. Ma'na nisbatan ingliz tili ma'nolarni bir qator tuz, udul va qo'pol ifodalaydi. Ammo bizning tilimizdagi nurg'un ko'chma ma'nolarni ishlatib, kino, teatr va naqshlarimizda ma'nolarni shunchalik go'zal ifodalaydiganligimiz she'r turlarimizning sarxilligi hammalarga ma'lum. Şoň bu jihatda ana tilimizga yana bir numar qo'shildi. Xat güzelligi jihatda. Gerçi xatimiz arab xat nusxasini qabul qilgan bo'lsa-mu, ammo yozilishi aniqla ABC'dan ko'p go'zal. Xatotligimizdagi go'zallik bu nuqtani isbotlab turibdi. Bo'libmi, menga nisbatan boshqa tillarning o'sin xatlari diqqatimni torta olmaydi. Shunga ko'ribmi ketmayman, ammo o'zimiznikidan shunchalik huzurlanman. Faqat ana tilim bo'lganligi uchun emas, o'sin xatlarimizning shunchalik go'zal bo'lganligi uchundir. Şoň bu jihatda ana tilimizga yana bir numar qo'shildi. Yot tillarni qabul qilish jihatda. Bu jihatda har ikki til yot millatning so'zlarini belgilik darajada qabul qiladi ham qilyotidi. Ammo ana tilimizning yot tillardan nurg'un so'zliklarni qabul qilishi hammalarga ma'lum. Yangi kashfiyotlar nomi va boshqa balkim zarur bo'lgan atalg'ularni qabul qilmayli, ammo zo'rlanib qo'shilgan, qamlashmagan, miqdak sanchiladigan nurg'un so'zlarni odat bo'lib qolg'ach yoki jahilligimizdan biz mangu ana tilimizdan chiqarib o'tolmayotimiz. Masalan, Tangtangni tiyanshan, o'lchashni janglash, haqiqatni jang, to'nglatqonni bengshan, televizorni denshi, karvatni banchang, ko'knatni say, mundakni bansha, so'zmi cho'pni lag'man, ustalni jo'za, cho'kini ko'yza, yobdanni zang, baranguni yangyu va nurg'un so'zliklar. Men buningdan shunchalik afsuslanman. Ham anglasam menga miq sanjilgandek tuyuldi. Kunib qilish sababidan sanoqlarni Xitoy tilida deb qolsam, shunchalik xija bo'lib ketaman. Şoň bu jihatda ingliz tiliga bir numar qo'shildi. Haysit. Natijaga qarab bolsak, ana tilimiz 5 numarga, ingliz tili 1 numarga erishdi. Şoň bu baygida suyimlik ana tilimiz yangi. Endi qanday qilganda ana tilimizni Xitoy tilidan qo'g'dig'ili bo'ladi? Besilib bo'lgan kitob lug'atlarni o'zgartirib bo'lmaydi albatta. Ammo buninglik bilan bo'shab ketmay, qo'limizdan keladigan ishlardan boshlab ana tilimizni Xitoy tilidan qo'dishimiz kerak. Men o'ylab yetilgan tuandagi bir qancha yo'llar bilan ana tilimizni qo'g'diy olamiz. Birinchidan, og'zimiz kunib qolgan deganni bahona qilmasligimiz kerak. Ikkinchidan, besilib bo'lgan kitob lug'atlarga amal yo'q, ammo mayli qog'oz nusxasi bo'lsin va yoki kompyuter nusxasi bo'lsin, tuzilayotgan har turli kitob lug'atlardan cho'qim Xitoy so'zlarini chiqaritish kerak. Men bu kitob tuzyapman, mening kitoblarim Xitoy so'zlaridan tamoman xoli. Üçüncüden, ana tilimizdagi barliq yumshoq detal, konubka taxtalardan va to'r lug'atlardan cho'qim Xitoy so'zlarini chiqarib o'tish kerak. To'rtinchidan, farzandlarga ana tilimizni o'rgatganda og'zimiz ko'nib qolgan deganni bahona qilmay,
Xitoy so'zlarini qat'iy aralashtirmaslik kerak. 5-dan, ana tilimizda paranglashganda amal bar ko'nib qolgan Xitoy so'zlarini ishlatmaslikka tirishish kerak. Bular faqat mening shaxsiy qarashlarim, texmi yaxshi yo'llar bo'lishi aniq. Men faqat ko'pchilikning ana tilimizni qo'g'dashda o'rtaq kuch chiqarishini umid qilaman. Chunki bizning tilimiz bizning kimligimiz.